Avtomatik katıyorumuz 25 kW'lik avtomatik katıyorumuz. Bu ham 25 kW'lik nijniy galeyli katyorumuz. Buni qiziqib so'rashyapti, bu farqi nimada deb. Bu universal, ko'mir tanlamaydi. O'tin ham solsangiz yo'q ko'rsangiz bo'ladi. Plus tez nima topsangiz yoqsangiz bo'laveradi. Faqat 1 sutkagacha, uzoq 1 sutka. Endi ko'miringizni zo'rdan solsangiz, agar yaxshi ko'mirdan solsangiz 36 soatgacha yonadi. Bu avtomatik katyorimiz. Bu kuniga 4 qop ko'mir sovorasiz. 3 kundan 4 kungacha yo'q ekanlar. Avtomatikda qulayligi shu. Uncha e'tibor talab qilmaydi, lekin ko'mir tanlaydi. Ko'mirda ham semichka ko'mir yoki arishga ko'mir yoki xoka solish kerak. Ko'mir solsangiz, mana shu ishligingiz oqib ketaveradi, lekin yirik ko'mirga o'xshagan toshlar ko'p bo'ladi. Bu tosh tushsa aniq tiqiladi. Reversiya ham oldiga orqaga qilib qo'yilgani bilan tosh tushdimi, tiqildi degani. Bu reversining bitta foydali tarafi katyorni o'chirib qo'yadi. Behuda ishlab turmaydi. Farqi shunda. Bu qulayligi 3 kungacha yetkazadi, bu 1 kungacha, lekin universal. Buni solsangiz yoqaveradi. Buni o'zini arishga yoki semichga yoki xoka ko'mir solishingiz kerak.